Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar va obunachilarimiz, navbatdagi sonamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bir komplekt so'raymiz, Samarqand shahriga chiqarib o'ryapmiz. 4 metrlik listagi komplekt. Rulon paddonlari bilan birgalikda. So'raymiz 4 metr list o'zida 40 o'zida bukish mumkin bo'ladi. Qaytisi bor. Uzun bukiladigan narsalar shu stroyda chiqarilaveradi. Bu yerda mana gelatina jodimiz bor, list qirqish uchun. Mayda tunikalarga zakrepka qilish uchun ishlaydi. Tig'imiz uzunligi 1.35 lik, 1.25 lik listga moslangan. 1.25 gacha kesib ishlatish mumkin bo'ladi. Hamda silif, kanyo, karmas har xil narsalar chiqarish mumkin bo'ladi. Bu yerda universal qaychimiz, bitta bosganda bir taraf uchun qo'lni qirqib beradigan stanogimiz. Ishni o'ta tezlashtiradigan apparat. Buni uzunligi 1.83. Xohlagan razmerni qo'yib olib foydalanish mumkin bo'ladi stanogimizdan. Ham tig'lari 1.83 dan xohlagan razmerga siljiydi. Bu yerda 2.45, 2.90 apparatimiz bor. 45 kerak bo'lsa 45 ni qo'yib olib, 90 kerak bo'lsa 90 ni qo'yib olib ishlatish mumkin bo'ladi. Bu yerda listagi pichamiz 2.5 metrlik qaychisi bor. Toshkent shahriga bu stanogimiz. Bu yerda 3.30 lik listagi ipimiz bor. Bu stanogimiz xudo xolasa Qozog'istonga ketadi, Aktobiga ketadi. Xudo xolasa o'z egalariga dastavka qilib yetkazdirib beramiz. Bu yerda gelatina jodilarimiz, peshna bukiydiganlarimiz, tunikani 2 ga, 3 ga, 4 ga bo'lingan rasxodlarni bukadi. 1.5 ga 1.5, 2 ga kerak bo'lsa ham tayyorlab beramiz zakaz bo'yicha. Bu yerda mana paddonlarimiz bor, rulon uchun. Boltlarni qisib olib, shu talda ko'tarib, ustiga qo'yib bemalol ishlatish mumkin bo'ladi. Turba shu stanoklar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Hamda garmoshga tirsak apparat mana. Dislomaloq qiladigan, chokini chiqaradigan, chokini bosadigan stanoklar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Stanoklarimiz xudo xolasa sifatiga ham, ishlashiga ham kafolat beramiz. Hozir Samarqandga yuklab chiqarib o'ryapmiz. Egalari kelishdi. Hamda tunikalar bukib xudo xolasa sinovdan chiqarib berdik. Bu 45 lik fason hozir ko'rsatganim. Bu yerda mana 90 lik fason. Burchak oladiganlarimiz 3 ga 3 do'ppicha, yulduzchasi bu mana. Mana shu burchak do'ppicha bukib chiqaradi. Bunimiz yulduzcha chiqaradi mana, ko'rishingiz mumkin. 12 ga 12 ham rasxod, 7.3 ga 7.3 rasxoddan chiqadi bu. Manzil Dislatutnas, Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasi. Aloqaga chiqaverasizlar.